Jizzax viloyatining markazdan olis hududlardan birida joylashgan Yangiobod tumanida 8 ta mahalla mavjud. Ushbu mahallalar orasida Balandchaqir mahallasi iqtisodiy jihatdan og'ir toifadagi hudud sifatida e'tirof etildi. O'rganishlar, tahlillar natijasiga ko'ra, mahallada hattoki tomorqadan foydalanish borasida ham anchagina muammolar borligi ko'zga tashlandi. Buning sababi birgina oqova suv bilan bog'liq edi. Mahallada aynan oqova suv muammosi tomorqadan foydalanish imkoniyatlarini birmuncha pasaytirib yuborgandi. Bugun ushbu muammo bartaraf etildi. Mahallaga ushbu hududda bir nechta quduqlar qazilib, oqova suv chiqarilmoqda va mavjud suv yo'llaridan har bir xonadonga kirib borilishi ta'minlanyapti. Alisher aka, aynan mahallada ana endi bahonaga, biror bir muammoga o'rin yo'q. Albatta. Boisi oqova suv keldi. Endi mahalla ahli bunga qanday javob berishga tayyor? Albatta biz mana Nalmi mahallalardan bittasiga kirardik. Balandchaqir mahallasida aholi tomorqasida har qanday o'simlik, sabzavot va o'simliklar unib o'sadi. Bundan aholida asosiy muammoga sabab bo'lgan shu vaqa suv edi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan mana Balandchaqir mahallasida suv quduqlari chiqarilmoqda. 190 ga yaqin xonadonimiz suv bilan ta'minlanadi natijada. Aynan ishsizlik deyapmiz yoki driver sohalaridan biri tomorqa deyapmiz, lekin tomorqadan qanday foydalanilgan? Mavsumiy yog'inli kunlardan foydalanilganmi? Nima ekib kelingan u hozir endi yana o'sha siz aytayotgan mahsulotlarni doimiy ekish, bir necha marotaba hosil olish imkoniyatlari bo'ladimi? Albatta, sabab Nalmi tumanida deb bekorga aytib o'tmadim. Yuqorida yomg'ir yog'sa bo'lib qolar edi, bo'lmasa yo'q edi. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, mana suv bo'ldi. Suv natijasida tomorqada kartoshka, piyoz, savzi, sabzavotlarni har bir tur bo'lib oladi bizda. Bu suvdan biz samarali foydalanib, natija aholining ham kayfiyati nihoyatda zo'r ko'rib turibsiz. Mana suv borlik joyda nima desam mumkin, o'zgarish boshqacha bo'ladi, shukuh boshqacha, odamlar kayfiyati yaxshi. Mana xudo xolasa tomorqadan samarali foydalanib, biz bozorni yana to'ldirishga va'da beramiz. Albatta, uzoq yillar mavsumiy yog'inli kunlardagina yerlarni sug'orish imkoniyati bo'lgan balandchaqirliklar oqova suv tortilayotganligidan mamnun. Amalga oshirilgan ishlar natijasida bugun mahalladagi 10 ta ko'chada joylashgan qariyb 200 ga yaqin xonadon ko'p yillar kutilgan oqova suv bilan ta'minlandi. Natijada 87 gektardan ziyod tomorqa yer maydonlarini sug'orish imkoniyati yaratildi. Suv keltirgan elda aziz deydi dono xalqimiz. Ayni kunlarda bu purmano naqlning hayotimizda qay darajada ahamiyatli ekanligini birgina Jizzax viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar misolida ko'rishimiz mumkin. Hududlardagi oqova suv tarmoqlarini tortish ishlari joriy yilning vegetatsiya davri boshlangunga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan bo'lib, bu albatta aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.